Mana pina blokchilar qayerlarga yuribmiz. Qayerdan kuch oladi biladi. Tog'dan kuch olib ketyapti bular. Hamma tomon tog'. Hazrat Bashirda biz ziyoratgohda pastga qo'yib ketibdi, tog'larni aylanishga chiqdik, ziyorat qilib. Mana har xil o'tlar bor. Yovvoyi kavrakmi? Plus bu yog'i jarlik. Toza havodan bahramand bo'lib ishni bosamiz keyin. Bugun havo salqin, yomg'ir yog'ishi mumkin edi, shuning uchun shu bahona dam olishga keldik. 2-aprel holatida. Mana pastda ko'rinayotgan bo'lsa, bog' ham bor ekan, gullagan daraxtlar. Burasi o'ta go'zal joylar. Hazrat Bashir ziyoratgohi tog'lari. O'ta zo'r joylar. Hamma tomon tog'. Yana blokchilar mana yuribdi. Bugun Kitob, Sharsabz, Polni aylanamiz. Bugun dam olish.